nozi bilan boqidi. Yurakka o'tni yoqidi. Naqshilapar qandini Maryam Nasir chaqidi. Ataqliq usulchi va laparchi Maryam Nasirning san'at hayoti. Maryam Nasir 1952-yildan 1954-yilgacha 12 yoshida Xi'an G'arbiy Shimol san'at institutida Qambar xonimning qo'lida o'qigan. 1954-yildan 1955-yilgacha Xinjiang san'at institutida o'qigan. 1955-yili 7-oyda Xinjiang san'at o'mikiga xizmatga qatnashgan. O 1991-yili o'z ixtiyorligi bilan Avtonom rayonimiz tarixida tunji yolg'iz kishilik konsert o'rinlab, xalqning yuksak bahosiga erishgan. San'atni suydigan bir madaniyatli xalq bo'lganlik uchun o'z qo'ynidan o'z kuchidan mushundoq aziz yaramliq farzandlarni tuqib jamiyatga taqdim qildi. Jamiyatda Xotiya rahbarligida o'sib yetildi. Gül haqida hikoya. Balkim bu hikoyani boshdan so'zlash uchun sizni bundan 60 yil burungi chaqlarga ip berishimiz zarurdir. Biz hikoyamizning bosh personajini Gulga o'xshatdik. Balkim bu sifat uning bolalikdagi beg'uborligiga, yoshlikdagi jazbasiga mos kelgani bilan, lekin bir butun umridagi g'ayrat shijoatiga, hayotiy kuchiga tadbiqlasak, to'limi ojiz bo'lib qilish turganligi. Xo'p, uning chabdasligi, savirchanligi ba'ayni qarg'ayga misol. Balkim kim u deyishingiz mumkin. U san'atning bag'ri uchun ichilgan bakmo jazbilik atribut. Judalarda sulmagan, to'zimagan, e'tibor ham e'tiborli inson. U xalqimizning faxrlik qizi, san'at shaydonlarining muhtaram ustozi, ataqliq laparchi Maryam Nasir. Maryam Nasirni bir chaqlari kishilar sahnadagi sho'x farishta deb ta'riflashadi. Go'yo sahnadagi bir o't yalqin kabi nuri bilan chiqadi. Uyqu holida turgan qalblarni uyg'otib, hayotiy kuch baxsh etalaydi. Bu sho'x farishtani hamma yaxshi ko'radi, ta'riflaydi. Sahnaga chiqqanda qanotli kam deb afsuslanadi. Boshqalarning bu xil ta'rif maqtashlariga u kamtarlik bilan kulimsirab, texim shonliq muvaffaqiyatlar bilan javob qaytarib odatlangan edi. Xo'sh, endi biz tarix batlarini varaqlab, gohilarimiz Gulga o'xshatib qanoat topmagan, gohilarimiz sho'x farishtaga o'xshatib hayajonlangan xalqimizning e'tiborli qizi Maryam xonimning bolalik dunyosini ziyorat qilib kelaylik. Qachon to'ldim havasga, san'at bo'ldi suyunim. Mana bu uning bolaligining dastlabki xotirlari. Gerçi Maryam xonimning ota-onasi urug' tuqqanlar ichida biror san'atkor bo'lmagani bilan oilasidagi muhabbatli kartinalar, dadisi Nasir Beyning esil kuyincham obrazi, mehribon opasining yiqimliq ovozda aytgan naqshlari uning bolalik dunyosida san'atga bo'lgan o'chmas ishtiyoqni yalqinjatgan edi. Shu o'chmas o'tning tattida u 10 necha yosh chaqlarida musofir bo'lishga bardoshlik berib, yurti Urumchidan to'lim shiraqda bo'lgan Xi'an shahriga berib, usul san'atimizda oltin toj taqagan muhtaram san'at sohibi Qambar xonimning maktabida o'qib, munavvar shogirdlarining biri bo'lib qoldi. Beg'ubor bolalik ana shundoq havasga to'lib, armoniga yetib, yoshlik musofasiga atsagan damlarga ulashdi. 1955-yili u Xinjiang Naqshsul o'mkiga qabul qilindi. Endi hayot qaytadan boshlangan edi. Sho'x farishta Maryam Nasir uchun nurg'un ishlar bolalikdagi chaqlardek tabiiy, sap ko'rinmay qilayotgan edi. O'quvchilik hayotidan xo'shlashib, pishqan insonlar bilan tang qadam elish haqiqatan osonga to'xtamaydi. Lekin tirishchanlik, umidvorlik yosh Maryamga doimo hamroh edi. U atrofidan o'rganishga tegishli bilimlarni boshqalar ta'kidlamasin o'rganib, o'zlashtirib, o'zini mukammallashtirib boradi. Turmush o'rganish, san'at havasi ham o'ziga yarashgan dadillik uning boyligi edi. Yosh, tetik, jonliq Maryam shu yillarda gazet jurnallardagi alohida ko'zga ko'ringan yosh san'atkor bo'lib tanilishga boshladi.
1962 yili u mamlakatlik yoshlar birlashmasining hay'at a'zosi, Avtonom rayonlik yoshlar birlashmasining doimiy hay'at a'zosi bo'lib saylandi. Mana bu sharafli qadam uning hayot musobaqasiga hamdam bo'lgan yana bir aziz mehmondan boshlab kirgan edi. U Maryam Nosir xonimning umrlik hamroyi, saptishi, yo'lakdishi, mungdishi Hamid Hakimov aka edi. Yoshlikdagi jo'shqin hayot, tirishchanlik, muhabbat sho'x farishta Maryam Nosirga bakrak yarashayotgan edi. Shu yillarda Maryam Nosir ismi jismiga loyiq bakmi puroqliq gul edi. Sahnalarga bakmi yarashgan, hamma maqtashadigan ko'p qirliq talant egasi edi. Suzuk marvoyitning yana bir navbat Shinjang sahnasidan halqib, markazlargacha, hatto shu chaqlarda sanoqli kishilarga nisb bo'ladigan chet el sahnalargacha qadam yetdi. 1983 yili Maryam Shinjang san'at tarixida tunji yolg'iz kishilik san'at kechiligini o'tkazib, xalqimizning eng yuqori bahosiga muyassar bo'ldi. 1991 yili u sahna hayoti bilan qo'shilib, o'zi suygan tomoshabinlar ham o'zini suygan barcha qadrdonlarga bir kechilik konsert tayyorlab, ekran orqali tomoshabinlar bilan xo'shlashdi. Lekin hammaga ayon bu bakma baldur kelgan xo'shlashish edi. Chunki Maryam Nosir toza pishqan, voyaga yetgan mezgilida sahna bilan xo'shlashmoqchi bo'layotgan edi. Har kim uningga qiymaydi. Xalq gul dastalarini 1991 yildagi may oqshimida uda 3 kun qo'yilgan sahnadan xo'shlashish konsertida o'tni ko'rib sahnada o't tutashdi tenimga mushu gulni tutayman Maryam Nosir xonimga deb uning sharaf gullarini sunatdi. Bu go'zal kechalar shu chaqda o'z ko'zi bilan ko'rganlar ham Maryam Nosirning al qalbiga yuksak o'rniga shohid bo'lganlar qalbida gul yoqqan kecha degan chiroyli nom bilan o'rnab ketgan edi. İnsan nima uchun yashaydi? Maryam Nosirning san'at hayoti birla jumla so'zga yig'inchoqlasak, kishini qoyil qiladigan, o'rimdan qo'zg'atadigan, ham kishining havasini keltiradigan hayot. Chunki u baldurli sahna bilan xo'shlashdim degani bilan, mana hozirgacha u sahnada yana bir ko'rinsa deydigan armon bizning yuragimizda o'chgani yo'q. Shunga shoir Muhammadjon Rashidin bizning Maryam Nosirimizga, bizning sho'x farishtamizga bo'lgan hurmatimiz, qoyilligimiz, yaxshi ko'rishimizni tövandagi misralar bilan haq xulosalagan edi. Bizim bugungi kunda hikoyamizni mushu qurlar bilan oxirlashtirmoqchimiz. Bahar yozning qadri bo'lamdi, yilning yana qishi bo'lmasa. Na foydasi umr deganning asligidek ishi bo'lmasa. Şunu bizde siz baskan yolunun 50 yıllık əsləmisi var. Çavaklarının sizge çilingan, yılığıca zil-zilisi var. Taleyliktir siz çıqqan sahne, taleylik hem sizni körgenler. Yılığıca maqtışıp yürer, uzakladın sizni bilgenler. Gül idiniz, gülzar boldunuz, şagirtlıqdan yetilidi ustaz. Qarg'ay bersun qaddini sizge, yeşil turup çoqqida qish yoz. Biz san'at ko'kida puraqliq atirgul, Tangritog' marvoyiti, sho'x farishta degandek nomlar bilan atalgan suyimlik ustoz Maryam Nosir xonimga to'g'roq yeshi tilaymiz. Xalqimiz bu sho'x farishtani yili ham sahnadagi jazbador, tetik, yiqishliq obrazi bilan seg'inadi, davomli aslaydi. Uning yeshini mangu yoshlik yeshida tasavvur qiladi. Chunki to'hpikorlar mangu yashaydi. Yashang